Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Baxt qolib, g'amlarga bo'ldim xaridor. Demakki, qandaydir xatolarim bor. Qiyinchilik ko'rmagan deb o'ylamang. Biz qiyinchiliklarimizni ko'rsatmay katta bo'lganmiz. Shu baxt haqida nimadir yozmoqchi bo'lsam, hayolimga faqat siz kelaverasiz. Ona. Seni qanday ekanligingni Alloh bilsa bo'ldi. İnsanlarga buni isbotlashga urinma. Zero zar qadrini zargar biladi. Zargarga ham bo'lsin. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta yozib ko'ringchi.